Atiyalik naşda ozuqluq qimməti intay yuqur bolğan tuxum poşkil qilishni öyrənib bilan itsul intayin addi birlikka so'z öyrənib alalaysiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha pomidor savzini ushaq chanib olamiz. Uningdagi 3 tal tuxum hozir chanib tayyorlab olgan pomidor savzlarini ustiga solamiz. Uningdagi 1 piyola un solamiz. Uningdagi taxminan 2 gram atrofida tuz silib etamiz. Uningdagi 2 piyola atrofida sut qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Diqqat qildigan ishlar videoda ko'rsatgan bo'yicha 5 minut atrofida to'xtamay ilashtiramiz. Mush holatga yetganda bo'ldi qilamiz. Mush arliqda tuyuqsizli ish chekilib qoldi. Ishkinassam sing'illarim kepti. Qarsam qo'lda yeshik. Bular shunda oldirash kirib yeshiklarni aqtirib ketdi-da, bu nemishdi deb beshida qarab turib ketibdi-man. Kaldırım bakayım bu. Vay, ataydan açıklar diyorum saldırdığınlar değil. Yemin ediyorum bu. Şimşimler ya. Şu kaldırım bakayım tıkayım. Kaç kılık ya bu? 2 kılık. Vay, 2 kılık ya var yapay. Vay. Kıyıcı. İşençlik Şimşim markamızda çıkargan açıklarımız olsa, devletimizdeki dereceden taşqarı çoğun dep qaralgan zavodlar işlengen bulup, Xatircam iste'mol qilsangiz g'azab bo'ladi. Ishlatgan xam ashyolarimiz bo'lsa, un, tuz, import qilingan dadur yig'i, tam xurishlardan boshqa hech qanday narsa aralashtirilmagan. şuna xatircam iste'mol qilsangiz bo'ldi. Shuning bilan bu qanday ishlanibdi deb so'rab qo'yganimni bilaman. Mushada bo'ldi. Shimshimlatyo degani maqtab uchiryapti. Bo'ldi, shimshimlatyoni qo'yib, tuxum poshkilimizdan oxirini yetib ketaylik. Videoda ko'rsatilgandek tigi tuz kelgan tovuq qazimizdan tigini maylab, videoda ko'rsatgan bo'yicha bir chumch atrofida hozir tayyorlab olgan tuxumninki qiyamini silib, ustiga ozroq qarkunjidan sepib vasak taxmi yeshik bo'lib ketgan. Qaranglar, rangining shunda chiroyli chiqayotganiga. Oziqlik qimmatini tayyor yuqori bo'lgan tuxum poshkilimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi?